Kibr, mana aytdik, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga bir kishi kelyapti, "Ya Rasululloh, mana ko'ryapsiz, Alloh meni chiroyli qilib yaratgan. O'zim boshqalardan chiroyli bo'lib turganimda, kiyimim ham boshqalarnikidaqa bo'lishini xohlamayman. Chiroyli bo'lib turishini xohlayman. Shu kibrmi?" deb so'raganda payg'ambarimiz, "Yo'q, kibr bu kibr emas" dedi. Al-kibru batarul haqqi va ghamtun nas dedi. Kibr haq so'z aytilganda xo'p deb unamaslik va odamlarni mensimaslik dedi. Haq so'z, Allohning so'zi bo'ladi, shayton unamadi, Odam alayhisolamni nima qilmadi? Mensimadi. Aytayapmiz, hamma o'zining ro'parasidagi odamdan balad deb biladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida Rasululloh tirik paytida muhojirlardan birini quli ansorlardan birini quli bilan suv talashib urushib qoladi. Ya'ni muhojirlar, ansorlar bu insonlarning eng bir afzal toifalari. Rasulullohning yoniga bir tayoq bo'lgan kishilar, yordamchi bo'lgan kishilar. Shunda haligi ansorning quli "Ya alal ansor" deydi. "Ey ansorlar" deydi. Muhojirlarning quli "Ya alal muhajirin", "Ey muhojirlar" deb turib, Makkaliklar Madinalarda tarkashlik o'tib qolishadi. Kimlar bular? Sahobalar bular. Rasululloh tirik turgan davrdagi sahobalar. Shunda munofiqlarga bo'p berdi. Ana shu Abdulloh ibn Ubay aytdiki, "Ana, ko'rdinglarmi?" dedi. Fursatni foydalanishni qarang, fursatdan foydalanishdi. Bu muhojirlar hech narsasi yo'q, qiyq-qizil gaday bo'lib Makkadan kelganda bag'rilarga oldilar, joylarni berdilar, ovqatlarni berdilar, uylarni berdilar. Mana endi o'zingizlarga dab qilyapti deb turib, munofiqlarga nima bo'ldi? Bahona bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tez yetib keldida, "Da'uha fa innaha mumtina" dedi. Bu tarafkashlikni, millatchilikni qo'yinglar. Albatta bu dedi, juda bir xunuk narsa dedi. Men sizlarning ichingizda turib shunaqa qilasizlarmi dedi. Mendan keyin bir-biringlarni bo'yningizga qilich uradigan kofirlarga yonib ketmanglar dedi. Asli nima? Kibr. Arablarni dushmanlar aldashdi. Sizlardan payg'ambar chiqqan, oxirgi payg'ambar sizlardan chiqqan, islomni dunyoga tarqatgansizlar, sizlar azizsizlarda arablar arabligi bilan faxrlandi. Turklarga keldi, dushmanlar turklarga aytishdi. "Aslar Usmonli turklar, sizlar mononchi yil imperiya bo'lib turgansizlar" dedi. Turklarni tashlab chiqib shotini olib qo'yishdi. O'zbeklarga kelishdi. "Sizlardan Buxoriylar chiqqan, Termiziylar chiqqan, falonchilar chiqqan" dedi. Bularni ham qo'ltiga so'pirib tashlaga chiqarib shotini olib qo'yishdi. Endi bunisi men Buxoriyman deb turibdi, bunisi men turkman deb turibdi, bunisi men Qurashiyman deb turibdi. Lekin eslasinda shular, bularni nima aziz qilgan edi? Kim edi bular? Arablar kim edi-yu, turklar kim edi, bu o'zbeklar kim edi? Dini bo'lmaganda hech narsaga arzimaydigan xalqlar emasmidi? Din ko'tarmaganmidi bularda? Dinni muhmal tashab qo'ygandan keyin Alloh bergan kunni ko'rishyapti. Demak, dinni biz yo'lamaymiz, birodarlar. Bu dinni tabiat shunaqa ekanki, dinni mahkam ushlagan xalqni din o'zi bir yuksallikka, azizlikka olib chiqaverar ekan.